Pokiston bilan Eron ham urushib ketishi mumkin. Afg'oniston bilan Pokiston ham urushib ketishi mumkin. U yerda mana shu haligi Britaniya imperiyasidan qolib ketgan, tarixchilar yaxshi biladi, tasdiqlanmagan chegara bor. Mana shu Najibullo, prezident Najibullohni Pokiston razvedkasi hali toliblar kemasidan turib Mozori Sharifga kelib dokumentga qo'l qo'ydirmoqchi bo'lgan. Mana shuni sen qo'l qo'ysang agarda biz seni olib ketamiz, o'limdan saqlab qolamiz deb. Lekin Najibullo men Afg'oniston bilan savdolashmayman, Afg'onistonni sotmayman deb aytgan. Va natijada toliblar kelib o'ldirdi shuni. Keyin konflikt Afg'oniston bilan Eron o'rtasida ham kelib chiqishi mumkin. Hattoki Tojikiston bilan Qirg'iziston ham urushib ketishi mumkin, gipotetik. Bular o'zi konflikt qilyapti-ku, siz ham mana oxirgi 30 yil ichida 7 tami konflikt bo'ldi. Qurolli konfliktlar bo'ldi. Chegarachilar bir-biriga granatometlar otdi. Hatto to'plardan bir-birini nima qildi. Endi arablar ichida ham nizolar bor. Arablar ichida ham. Arablarning ham bir qismi Shia mazhabida, mana Bahreyn bor, Husitlar bor. Mana Eronning destruktiv nimasi bor, nima deydi, ishtiroki bor, buzg'unchilik ishtiroki bor Eronning. Undan keyin Shimoliy Afrikadagi musulmon davlatlari o'rtasida ham doimiy permanent konfliktlar mavjud. Bularning hammasi lokalda, endi lokal. Demak, global darajada mintaqalar aro darajada davom etmaydi deb. Bu mana Yevropa, Amerika yoki Xitoy o'rtasidagi global urushlar haqida men aytdim. Shunday katta urushlar bo'lmaydi. Lekin mana shu transchegaraviy, endi ular ham bekorga musulmonlar urushib ketadi deb aytmayapti-da. Ko'rdingizmi? Mana hozirgi biz sanab chiqqan hamma konflikt o'choqlari asosan musulmon davlatlar o'rtasida bo'ladi.